Assalomu alaykum, KryptoTJ kanalining obunachilari. Do'stlar, bugun yana kecha video qo'ygandim. Bugun xudo xolasa yana 1-2 saytdan pul chiqaramiz. Dogeking, Dogepikda kam, ozgina o'ynab ko'ramiz, o'xshasa, minimalkaga yetsa chiqarib ko'ramiz. Keyin Dogekingdan chiqaramiz va Tronpik va Tronkingdan. Adashmasam 3 ta, yana bitta sayt bo'lishi kerak, 4 ta. Hozir paka 3 tasidan chiqarib ko'ramiz. Qolganidan keyingi videoda chiqaramiz. Hozir 6.4, ya'ni bu yerda minimalka 10 ta Dogecoin yig'ish kerak. Hozir men ozgina o'ynab ko'raman, agar o'xshasa chiqaramiz, minusga ketmasak. O'rtaga qo'yamiz va shotni ko'taramiz. 50 o'ynab ko'raman. Va mana bu yerni 100% ga qo'yaman. Bosdik. 4 ta plyusga tushdi. Orqaga qaytaramiz. Plyusga ko'proq tushgan vaqtda to'xtatish kerak. Xolos, mana bu yerda e'tibor bersanglar, mana 9 ta aylandi, bitta Dogecoin ishlab qo'ydi. To'xtatdim. Buni to'xtatib ishlash kerak, chunki katta pul tikkanman bu yerga. Hozir mana yana 0.4 ishladi, minusga kirdi-yu. Unja yana 0.4 tikilib, даже 0.6 yutgan bo'lish kerak edi. Minusga tushgani uchun. Xo'sh, ketdi buning. Voy, ikkitadan tikilib ketdi, 2 marta plyusga ketdi. Unja minusga tushib ketgan edi-yu. Yana qaytarib oldik. Endi esa mana bu yutuqni bu tarafga o'tkazib qo'yamiz. Prosta Dagonga pulim yetmagani uchun minusga kirib ketdi. To'xtatdim uspet qilib. Nima deyapti bu? Hafta o'ynaylikchi. Dagonga pulim yetmagani uchun to'xtab qoldi. O'zim to'xtatdim shekilli. O'zi ham to'xtamadi menimcha. To'xtatishga uspet qildik-da. Xulosa hozir to'xtatib 10 ta yig'ishga harakat qilamiz. 9 bo'ldi. Kam qoldi. Ay. Minusga kirib ketdi. Plyusda to'xtata olmayapman. Yana bitta plyusga bersa. Xo'p, 10 ta bo'ldi. Qarochi mayli. 11 da ko'ramiz endi. Bir dona aylantirib berish kerak menga. Voy biling. Nimagaki bitta. Xo'sh, 11.45 bo'ldi. Men prosta bitta aylanish kerak, 11.2 bo'lish kerak edi komissiya uchun. Menga 11 ta toza tushib borish kerak edi. O'shaning uchun даже komissiya 0.5 ekan. Men hozir yana bir aylantirib ko'rishim kerak. Menga 11 ta toza tushib borish kerak. Hozir yana bir ko'ramiz, birtadan qo'yib ko'ramiz. Xulos mana 11.60 necha bo'ldi? 65 bo'ldi. Xo'sh, chiqaramiz. Vizorga kiramiz. Hozir men avval adres topganaman. Buni ham xosiyatbek kasholaga chiqaramiz. $5.76 pulim bor. Tak. Mana bunga bosib valetga kiramiz, ikkinchisiga. Dogeda pashti yo'q pulimda, xolos. Shtachiqchaga bosib depozit qilamiz.
Mana buni bossak kopirovat qilib oladi. Undan keyin saytga o'tamiz. Tak. Siraza Dogepikdan chiqarib, undan keyin Dogekingdan ham chiqarishga harakat qilamiz. Bundan ham ikkalasiga adres olib kelingan, o'shaning uchun. Xo'sh, adresni qo'ydik va bu yerga summani qo'yamiz. Mana bu maxni bossak, bor pulimiz qo'yiladi. Mana bu yerda 0.5 komissiya oladi. Menga 11.5 tushib borish kerak. Tak, bosamiz. Ketdi, pulimiz chiqib ketdi. Tak, mana pastda $1.93 bo'lar ekan. Pending bo'lib turibdi. Xullas, oldinga chiqarganlarim, oldin chiqargan ekanman 04.24 da. 02.12 xullas passiyam to'lab bergan. Hozir sirada Dogekingga kiramiz. Dogeking saytiga. Bunda 15 tadan oshiq. Bundan ham chiqaramiz. Mana bu ustiga bosamiz va Walletga kiramiz. Bu yerda mana bunisiga kiramiz. Bu depozit. Buni bossanglar depozit qilishlaringiz mumkin. Mana bu Walletga bosamiz va birinchisiga adresimiz tayyor olib kelgandek qo'yamiz va mana bu yerda shotimizni yozamiz. 15.39, ya'ni 15.39 7 15.39 7. Bas, mana Walletni bosdik. Buni bosdik, o'sha pulimiz chiqib ketdi. Mana buni bosgandan keyin mana o'sha pulimiz qolmadi. Mana bu yer nima uchun bunaqa bo'lib turibdi, men ham bilmayman. Hozir adashmasam hammada shunaqa ko'rsatib turibdi. Bu levellarni alishtirmoqchi shekilli. Men agar level alishsa, men o'sha goldga chiqib ketaman shekilli. Pulni goldga chiqarib ko'rsatyapti. 100% goldga ketgan deyapti. Xo'sh, qaranglar. Bu yerga kirsam esa silverda turibdi. Goldga qarab yurayapti bu. Lekin u yoqda unaqa ko'rsatyapti. Bilmadim. Levellar alishsa, mana bu yerda shotlarimiz ham alishadi. Misol goldda 0.2 beradigan bo'lsa, bu agar level alishsa, bilmayman qancha bo'ladi. Bu 100% goldga o'tib ketadi mendagi. O'sha bu qancha berishini bilmayman. Gideta 0.08 mi, 8.5 mi shunaqa berishi mumkin. Tak, platinam keyin ko'proq bo'ladi. Bitta bermaydi, bittadan ko'p beradi. Xullas, levellar вообще boshqacha bo'lib ketadi-da. Leveldan levelga alishishga yana imkoniyat bo'ladi. Osonroq o'tishga bo'lasizlar keyin. Hozir qaranglar. Men chiqargan pulim, rejim mana buni ustiga bossak, plus 1 2 3 4-inchisiga kiramiz. Tranzaksiya. Xo'sh, 10.56 ko'rsatyapti. Bu hozir bizning vaqtda esa bu вообще boshqacha. Xo'sh, o'sha bu to'lab berildi, completed bo'ldi, o'sha to'lanib borgan mana. Endi buni pulini ko'rsatmayapti, qancha bo'lganini. Просто tak nima qilib turibdi. Mana bu depozitga kelsanglar, depozit qilgansan demoqchi bo'lsanglar, bu depozit 04.24. 24-sloda 04-oy 24-sloda to'langan, depozit qilingan 10 ta. Undan oldingi ham 02.14 da depozit qilingan. Hozir danli moment men bunga depozit qilganim yo'q. Buni o'yinni men 1 soat oldim, prosta 6 tayda qancha. Buni ham o'yin bilan ko'tarib qo'ydim. O'yin bilan ko'tardim-da, xullas minimalkaga yetkazdim.
Hozir esa tonni chiqaramiz. Vaqt ham 10 minut bo'libdi. Tak. Adashmasam hozir meni ikkinchi chiqargan pulim boshqa yoqqa ketdi. Boshqa adresga tushib ketdi. Qayerga tushib ketgan bo'lsa ham. Chunki u yerda to'lab berdi-yu, lekin bu yoqqa tushib kelmadi. Tak, hozir buni adresini bilamiz. Depozit qilsak, DJ hozir tashakkur. Adres ham adashmasam to'g'riroq ko'rsatyapti. Lekin nimaga tushib kelmadi? Tushunmadim. Balansim adres to'g'ri qo'yilgan. Bu balans qayerga o'tib keldi? Bu yerga tushib kelgan. Qanaqa tushunmadim lekin. Bu boshqa joyga tushib keldi adres. 15 ta 2 dollari 55 sent bo'lar ekan 15 tasi. Tak. 0506 1100 bugun tushgan. Lekin qayoqqa tushgan bu? Bu yerdan qanaqa chiqariladi ekan keyin? Bu situatsiyaga birinchi tushishim. Bilmadim bu qayerga kelib tushdi. Tushunmadim-u. Keyinchalik agar u yoqqa tushib bormasa bilmayman. Hozir yana bir ko'ramiz qani. Yo'q, tushib kelmadi. Что bilmadim, u boshqa joqqa o'tib ketdi. Dogepik saytidan hali kelmadi. Dogepik saytidan tushib kelgani yo'q. Tonni chiqaramiz. Mana shu chiziqchaga bosamiz, вообще tonda yo'q. Depozit bu ham. Mana buni captchani o'tib qo'yamiz va completed bosamiz. Birinchisini bosamiz. Bu yerda memo kodini olib borish kerak. Tak. Bu yerda ham vizirovga kiramiz. Birinchisiga hozirgi olib kelgan adresni joylaymiz va mana bu yerga tag degan joy bor. Bu tag degan joyga memo kod kiritiladi. Memo kod hozir men uje qaytib bu yoqqa kirsam, tak, bu saytdan chiqib ketadi. Biling. Hozir valetga kiramiz. Tak, ton. Depozit qilsak. Hozir 53 61 136 136 mana bu yerda bor ekan, saqlanib qilingan ekan. Va mana buni bossak, uje shotimiz pulni qo'yiladi. Komissiya mana bu yerda ko'rsatilgan. Arzimagan summalar ekan va vizirovni bosamiz. Pulimiz ketdi. Plus pending bo'lib turibdi. Keyingi videoda обязательно Xudo xolasa yana bir 2 soatdan keyin video bo'ladi.
$3 oshar ekan bu hozirgi chiqargan pulim. Bir 2-3 soatdan keyin yana Tonking saytidan pul chiqaramiz va Ferebnb saytidan pul chiqarib ko'ramiz. Ferebnb saytidan adashmasam biron marta chiqarganim yo'q. Birinchi marta chiqarib ko'ramiz. Keyin mana bularda tushib borgan, tushib bormaganligi haqida o'sha videoni boshida ko'rsatib o'tiladi. Bu ham uje tushib borgan ham bo'lishi ham mumkin. Hozir bir ko'rib o'tamiz. $7 bo'ldi. Adashmasam nimadir tushib keldi. Xullas, BNB Dogecoin'dan tushib keldi. Dogepeak saytidan tushib keldi. Dogekingdan tushib kelmadi hozir. Dogekingdan вообще boshqa joyga kirib ketdi. Bilmadim, uni ham keyingi videoda ko'rib chiqamiz. Uni avval video qilmasdan oldin men o'zim bir ko'rib chiqaman. Nima sababdan u yoqqa kirib ketgan, qanaqa qilish kerak, u yoqdan qanaqa chiqarish kerak. Ular haqida bir ma'lumot yig'ib, undan keyin video qilaman. Sababi uje hozir men 16 minutdan oshib ketdi, video ham cho'zilib ketdi. Shu uchun hozir videoda ko'rsata olmayman. Nima bo'ladi, nima qo'yadi, keyingi videoda ko'ramiz. Mana buni bittadan aytib beraylikchi, uje mana ton ham tushib keldi. Tondan ham tushib keldi mana. Bitta ton $3.14 tushib keldi. Ko'rdilaringiz. Saytlar o'zi 15 minut vaqt bo'ldi. 15 minut qancha vaqtida men uje o'yin o'ynadim, pul chiqardim to'da-suda. Oradan 10 minut vaqtda har qaysi 10 minut vaqtda tushib kelyapti. Ya'ni $10.74 bo'ldi. Xo'p do'stlar, faqat Dogecoin saytidan tushib kelgani yo'q. O'sha levellarda unaqa ko'rsatib turibdi. Bilmadim, sababi nima? O'sha sababli ham u yoqqa tushib ketgan bo'lishi mumkin. Uni hozir tekshirib ko'raman, undan keyin ma'lumot berib o'taman. Video yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bo'lishni unutmanglar.